Mana Germaniya, Ukraina, Avstriyada matkalarimiz keldi. Mana siniverlarimiz. Hammasi mana pasportlari bilan birgalikda. Mana Vuchkovskiy matkalarimiz. Karpatlar. Mana Gaverla liniyalari mana Gaverla. Bundan tashqari 5 dona Raxovskiy ham bor edi, ular tugab qoldi. Tarqatib bordik yo'lda. Mana bu Bakfist materikoviy matkalari. Bundan tashqari mana Karnikaniki, Sergey Raushniki, Pishets. Keyin Sklenar. Mana bu joyda Tobias Herzbergdan, nemisdan AGT liniyasi mana Karnikaniki. Bakfist Astravnoy, bundan 16 ta edi, oxirgi bittasi qoldi. Buni ham hozir egasi kelib olib ketadi. Karnika Trozik 1075. Mana yana Avstriyadan matkalarimiz kelgan. Mana bu matkalarimiz maxsus matkalar. Bular materinskiy liniyalar. Bularning pasporti boshqacha bo'ladi. Mana ichida qo'shimcha onarini qo'shimcha ma'lumot berilgan bo'ladi. Ya'ni o'sha olingan oilani ishlagani, masalan, asal yig'imi, yana boshqa bir qancha ko'rsatkichlar bor. Uni bemalol tarjima qilib ko'rsa bo'ladi, qanchalik effektivligini. Mana varoaga qarshi mana asal to'plagani bitta oilani, varoa qanchalik kurashish mana qobiliyatlari. Shu bilan birgalikda mana Karl Pernerda boshqa mana yana bor materikoviy karnikalari, Karl Pernerdiki. Va Fransiyadan keltirilgan mana onari, maxsus onari sut ishlab chiqarish uchun moslashtirilgan onarilar va undan tashqari mana VHS, 10 ta VHS matkalarimiz ham yetib kelgan. Bular hammasi o'zi tabiiy ravishda varatozga qarshi kurasha olishadi. Biz bularni hozir test uchun Tropilabsga qanchalik kurashadi, shu narsani tekshirib ko'rish uchun oldik.